Biz bu iş hareketimiz orqali Allah ko'maydi, Allah bilmaydi degan bo'lamiz. Bugungi yoshlar mubtalo bo'layotgan, yoshlar o'ylayotgan bir ish bor. Allohga qarata. Biz Allah'ın da bir narsani tashlasak, Allah'ın da bir narsani voz kechsak, Allah bizni rizqsiz qo'yadimi? Biz ilgirki haftadagidek Allohga bo'lgan tunishimizni o'stirish uchun Allohninki go'zal ismlari bilan tunishib chiqyapmiz. Endi bizning bugun o'rganadigan Allohning ismi bo'lsa, eng buyuk, eng ulug' bo'lgan, hatto ba'zi olimlar Ismul A'zam, buyuk ism deb atagan Allohning go'zal bir ismini o'qiymiz va u ism orqali Allohga bo'lgan tunishimizni texmi cho'nqurlashtiramiz. U ism bo'lsa Al-Quddus. Allohni Al-Quddus dedik. Quddus Alloh dedik. Bu Allohninki qaysi xil qudratini, qaysi xil tarafini bizga tushuntirib turadi. Al-Quddus degan pak Allah degan gap. Ya'ni Allah pak. Biz ilgirdan tartib Allohning bir ismini o'qisak, u ismninki namoyandisini koinotda va o'zimizda ko'ralaymiz. Ya'ni Alloh taolo o'zini tuntish uchun o'zining butun sifatlarini koinotda va bizda aks ettirgan. Koinot va biz xuddi aynakning rolini o'ynaymiz. Bizga va koinot qarg'a odam Allohning ismini ko'ralaydi degaydi. Masalan, Allohninki Rahim ismini ko'rishga misol keltirgan to'q. Nima degan to'q? Bizning onamizga bo'lgan shafqati, onamizning bizga bo'lgan shafqati, hatto bir yirtqich hayvondagi barisiga bo'lgan shafqat nereden keldi? U hayvon bizga shu yerda xuddi aynakdek Allohning Rahman degan sifatini qanday qilib bizga aks ettirib turadi degan. Unda bo'lsa, bugun o'rganmoqchi bo'lgan Al-Quddus degan bu ismi bizda qanday aks etadi? Biz Allohning Al-Quddus degan ismini aks ettirishda, ya'ni aynaklik rol o'ynashda qanday rol o'ynaymiz? Shundaqla Allohning Al-Quddus degan ismi koinotda qanday aks etadi? Har qanday inson, kafir bo'lsin, musulmon bo'lsin, pokizlikni yaxshi ko'radi, menetlikdan qochadi. Pokizga kirsanglar, ko'nglingiz bir xil xo'shiladi. Menetga kirsanglar, ko'nglingiz bir xil bearom bo'ladi. Bu har ikkisi tuyg'u. Pokizga kirsanglar, buni tutadigan. Menetga kirsanglar, "Va" deydiganlar yo'qmi mana ichida? Yo'q. Demak, hammamiz bir xil xushproqga kirsak yoki pokizga kirsak, "Va" deymiz. Ammo menetga kirsak, bunimizni tutamiz. Kafirdan bu tuyg'u. Bizdagi bu tuyg'u Allohning Quddus ismini aynaklikning rolini o'ynab, "Ey inson, sendagi u pokizlikni suyadigan, menetlikdan qochadigan u tuyg'u Allohning Quddus ismini aks ettirib turibdi" deganni bizga bildiradi. Amaliyotda bir odam Allohga ishonmasa o'ylab baqish kerakdir. Bu inson tug'iladi. Nima uchun tug'ilib bilan pokizlikni yaxshi ko'radi? Menetlikdan qochadi inson. Bu bizdagi Allohning Quddus ismini aks ettirib berganlik. Endi koinot qarab boqadigan bo'lsakmi, Allohning Quddus ismining aks etganligini ko'ralaymiz. Masalan, qanday desanglar, bir oshxonaga kunda 300-400 odam kirib chiqib turadi. Ammo u oshxona hech kim tozalamasimi, pak-pokiz turadi desam, qaysini ishlaysizlar? Hech qaysini ishonmaysizlar. Bizning oshxona tamoq qilib yeymiz biz. Kunda bir qatam tozalaymiz at deganda kelib. Bir kun tozalaksiz qolsa qarg'ilolmaydi ayaga. Kunda 10-15 odam kirib chiqadigan bu ishxona bir kun tozalaksiz qolsa shunchalik mehnat urildi ekan. Kunda 250 ming odam kelib ma dunyoga. Kunda 300 ming yaqin odam o'lib ketadigan ma yer sharining tozaligini kim qiladi vallah? Bu muhitni, cho'ng jihatni kim tozalaydi? Ma derazni bir oy surtmay paqali menashib ketadi. U daraxtning yupurmoqlarini kim surtadi? Qarab boqadigan bo'lsak, bu yerda Allohning Quddus degan bir ismi texmi namoyon bo'ldi. Hayvonotlar dunyoga qarab boqadigan bo'lsak, hayvonotlarning soni qancha bilamsizlar? Hech kim bilmaydi. Ammo turini biladi. Dunyoda hayvonotlarning turi 7 milliondan 8 million qadar. Bu hayvonotlar insondan ko'p tug'iladi, insondan ko'p vafot topadi. Kim ularning jasadini bitirib qiladi? Bir chivin desak, chivinninki 160 ming turi bor. 5 cho'ng chivin, kuzi kichik chivin, qanot cho'ng chivin deb mushunda turini 160 ming xil chivin bor. Bundan sizlar hayvonninki hasharning sonini farz qilishingiz mumkin. Bu hayvonlar tug'iladi, o'ladi. Kim bitirib qiladi? Kim tozalaydi? O'rmonlikni tasavvur qilib boqinglar. O'rmonda har xil hayvonlar bor. O'ladi, tug'iladi. O'ylab boqinglar, ma inson o'ladi, tug'ildi. Biz endi kimimiz shundaqmi? Ammo u tuproqni kim tozalaydi? Uningda Allohninki Quddus ismi namoyon bo'ladi. Ammo u hayvonlarni ko'madigan birisi yo'q. Ma yer sharining 72% suv. Bu dengizda necha milliard biliq bor. Yangidan necha 100 millioni tug'iladi, necha 100 millioni vafot bo'ladi, o'ladi biliqlar. Bu dengizning suvini kim tozalaydi? Hatto insonlar dengizni bulg'aydi. Bu koinotning egasi bo'lgan Quddus degan Alloh o'zining bu pak degan sifati orqali ana shunda inson bulg'an, o'zi bulg'anadigan o'rmonliklar, o'zi bulg'anadigan dengizlar hammasini Alloh taolo tozalab turadi. Biz bu yerda bir tozalikni ko'rdik hozir. O'zimizda poklikni suyadigan bir xil tabiat tuyg'uni ko'rdik. Koinotning bir tozalag'uchisini ko'rmadik. Ammo ko'rmasakmi? Aql ko'zimiz, ey aqlli inson, bu koinotni yaratuvchisi Quddusken, pakken, mahluqotlarda poklikni suyadigan bir xil tuyg'uni yaratibdi. Shundaqla koinotni pokizlab turadi ekan degan buni bizga qo'ymasmi? Tövbəsizdən kelib çıxdığı aşxana tazılıqçısı yo'q, o'zi pokizlanib turadi desa, buningga kichik bola mı ishonmaydi? Unda bo'lsa, koinotning tozalag'uchisini ko'rmadik, o'rmonlikning tozalag'uchisini ko'rmadik, dengizning tozalag'uchisini ko'rmadik, daraxtning yupurmoqni aytib qo'ygan birisini ko'rmadik. Alloh Quddus degan bu sifat orqali, ey aqlli bandalarim, men tozaladim deb atadi. Demak, Quddus ismi mana shundaq bizda
bizde ve kainatta aks etidi. Kainat qaydigan bolsak ve özümüz qaydigan bolsak, kainat bir aynek. Bizge Allah'ın Kuddus ismini gösterip turadigan. Biz bir aynek Allah'ın Kuddus ismini gösterip turadigan. Bu vaqt bola zakis tushab qalsa yig'lab ketadi, o'ylab baqinglar bola. Demak bir bu vaqtmi bir meynatchilikni yomon ko'radi. Nereden geldi o tuyg'u? Ha, bu vaqtda Allah'ın Kuddus ismini aks etganligi. Allah'ın Kuddus ismini aks etganligini tunib yetdik. Endi Allah'ını Kuddus dedik, pak dedik. Nimidi pak? Biz Allah'ını köp hallarda bek igir yaman guman qilamiz. Mesela yaşlarının kelgüsüzün endiş qilishi, çoğ olganda nima ish qilama, jinimni qanda baqama. Shundaqla bizni Alloh taolo mushunda tashlab qo'yami? Allah bizga yordam bermasmi? Zalimlar mushunda kuchtirib mengaverami? Mazlumlar mushunda tugab ketami? Hammasi bizning gumonimiz, xiyolimiz. Allah mana mushundaq bizning gumonlarimizdan pak. Hammamiz Allohning bizni har vaqt ko'rib turganligi ishimiz-ku, meyadikilar. Hammamiz Allohning bizni anglab turganligi ishimiz-ku, anglab turganligini bilib turib, kürep turganligini bilip durup haram narsa ko'rsak telefonlarimizda yoki haram ishlarni qilsak, buni qanday tushunish kerak? Biz bu ish harakatimiz orqali Allah kömeydi. Allah bilmeydi digen bulunuz. Gerçi ig'zimizde Allah kürdü desekmi? Demiş kalsanlar aldığınızda tizlikni ölçeydiğen maşini var dese tatanmaydı o resimga. Dep işenmegen adamlar ütüdü ama onu işengen rasakçı bakken dep işengen adam o tizretini ötmeydi. Demiş kalsanlar ölse ziyan buladı. Biz Allah'ını kürdü dep durup hak kömege ya da başkalarına hakkını yivasak ya ki haram işini kılıvasak, haram işini kürvasak, haram işini tutuvasak Allah Teala bunu Kur'an'da dedi bilemizler. Sıra Allah'ını kömedi, bilmedi de oyuldunlar dedi Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de. kuntum testatiruna en yeşhede aleykum sem'ukum ve la absarukum ve la culudukum. Ey yaşlar, ey insanlar, sizler kuluqanlını, küzanlını, tiranlını günahtan saklamadınlar. Haram narsani anglash orqali. DJ her xil Allah çekilgan muzikalarni anglash orqali ma'naviyatlarni bulg'ab, kuluqanlı haramdan saklamadınlar. Ve la absarukum. Küzanlar haramdan saklamadınlar. Namahremga tikilib qaradinglar. Telefonlarda, TikToklarda, şunda bütünle ictimai tartıq vasıtalarda sürüp qalaymagan narsani ko'raverdinglar. Ve la culudukum ve cismanlarni, tiranlarni haramdan saklamadinglar. Walakin zanantum annallaha la ya'lamu kaseeran mimma ta'malun. Allah bu qilganlarimizni bilmaydi deb o'yildinglar deydi. Demak, sizlar Allohni ko'rudi, anglay deb turib, haram ishni ko'rishinglar, haram ishni anglashinglar, bu Allohni ko'maydi. Deganlikdan boshqa narsa emas bu. Mana shunda xiyolinglardan pak Alloh taolo. Agar bu xiyolinglar davom qilib ketsanglar, Alloh ko'maydi. Va yoki jamiyatda yosh bolaning hammasi qig'liq. Unda degandek azob yo'q yoki qiyomat yo'q degandek shunda gumon qilaversanglar, Alloh taolo Qur'on Karim deydi-ku: "Va zalikum zannukumul ladzi zanantum bi robbikum ardaakum fasbahtum minal khasirin." Sizlar Alloh qilgan ash qabih gumoninglar sababli sizlar ziyon tortqushlardan bo'lib qolsizlar. Alloh sizlarning bundaq gumoninglardan pak deydi Alloh taolo. Beşimizga bilan musibat kelgan vaqtida, qiyinchilik kelgan vaqtda, bu ama hozirgi kundagidek musibat orqa-marq kelib vatandagi zulm davomlashib mengavergan, mushundaq vaqtda inson umidsizlikka tushib Allohga yomon gumonga tushib qoladi. Ajab, Allohga nima ish qildik ular? Nima ish qilmamandaq musibat kelaveradi? Hatto dahi ba'zi vaqtda taqvolik qilgan sir musibat keladi. Alloh yo'lida sadiq qilgan sir tijoratdan tortadigan, taqvo bo'lgan sir musibat keladigan ish kelib qoladi. Bunda vaqtda bir musulmon ma dunyoning mohiyatini tushunmasa, musibatning mohiyatini tushunmasa, Allohga yomon gumon qilib qolamiz. Alloh taolo musibatni har xil shaklda ba'zida yaxshi ko'rgan bandasiga beradi. Ya'ni Alloh taolo u bandasiga musibat berish orqali o'ziga yaqinlashtiradi. Masalan bir odam tijorat qildi. Tijorat iqib mengasa, u odam asta-asta Allohdan yiroqlashadi. Hatto o'ziga ishonib qilib, men aqlim bilan, ilmim bilan shunda pul topdim deb o'ylab qoladi. Agar Alloh taolo u odam yaxshi ko'rmasa, qo'yib yetadi shunda. Bu xatarlik. Ammo Alloh yaxshi ko'rsa, shunda bir musibat beradi, o'shiga kelib oladi, Allohga yaqinlashadi. Chunki inson dunyoda ojiz qilgan nurg'ulg'a ish bor. Inson o'z ojiz qilgan ishga vaqtda, pulisini kuchaymaganligi, shunda kelgan vaqtda nega yuzlanadi? Allohga yuzlanadi. Demak, musibat hargizmi yomonlikninki ifodasi emas. Bir musulmon musibatni to'g'ri uqish lozim. Hamma turadigan bir odam bor. To'y qildi, tunji bolasini Xudoyim berdi. Noyat umoq 2 yoshga kirmayli vafot topdi bolasi. Musibat keldimi? Ondan keyin Alloh taolo ikkinchi bolasini berdi. U bolasi uzoq o'tmay yana vafot topdi. Ondan keyin Alloh taolo 4 qiz farzand berdi. Ular cho'ng bo'ldi. Cho'ng qizini yotliq qildi. Noyat isil bir yigitga. Shol bo'ldi, ammo to'y qilib uzun o'tmay taxminan 17 yoshida vafot topdi. İkinci kızını toy qildi. Umu toy qilib, bir yil o'tmay 20 yoshida vafot topdi. Üçüncü kızının toyini qildi. Umu toy qilib 20 yoshga vaqtda vafot topdi. O'zining 5 bolasini o'z qo'li bilan ko'mdi. Faqat bir qiz bilan qoldi. Hayotining oxiriga kelgan vaqtda bir o'g'il farzand berdi Alloh taolo. Afsus, u o'g'il farzandmi 16 oylik bo'lgan vaqtida vafot topdi. Musibat orqadan keldi. Xo'sh, bu odamni Alloh yaxshi ko'rmadi. Nima uchun musibat berdi? Eng taqvo odam. Bu odam kim, qaysini bilasizlar?
Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam özününki 6 balasını öz kulu bilan kömgen. Qaysimizga bunday musibat kelib qaqdi? Agar mushunda musibat kelsa biz yomon gumanda bo'lib qolamiz. Demak, Quddus Allah. Bizning yomon gumonimizdan pak Allah Taala. Hargiz bizni o'chko'ganlik uchun bizga musibat bermaydi Allah Taala. Onda musibat oilasi kelish bilan birga o'zining yurtida qo'g'lab chiqarildi Rasululloh. Toifga chiqdi, Allohning dinini taqdiman deb tashilan qo'g'landi Rasululloh. Shunda musibatlar keldi. Kimga keldi? Allah Habibim, men eng yaxshi ko'radigan odam degan payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomga shunda musibat keldi. Demak, bir musibat kelganligi hargizmi u odamni tashvatganligi yoki yomon ko'rganlik emas. Yana bir odam deb biray. Eng bay o'zining yurtida necha yuz emas, necha ming quyi bor. Necha yuz emas, necha ming kalisi bor. Atrofida xizmatchilari bor. Xayolingizga o'zinglar bildigan bayni tasavvur qilib, uni necha has o'ylasanglar bo'ladi. Ashunda bayashat turmushda yashadi bir qancha yil. Ammo to'satdan mol chorvalarga kasal tegib bir-birlab o'lib ketdi. Ondan keyin 10 balasi bor. Balasi bir-birlab qanday qildi? Vafot topdi. Mal qo'ldan ketish bilan bo'ldi qilmadi. Kasal tegdi. Kasal tegib, odatda kasal tegmadi. Badan oqadigan, mushundaq kasal tegdi. Mahallasidagilar ma kasal yo'qib qolmasin deb u odamni qo'lab chiqaribdi. Ma'ni anglamoq oson bo'lgan bilan tasavvur qilmoq bak tas bo'ldi. O'zingni eng hurmatli yashab, pulingdan molni chiqdi, bolalaringni vafot tepib, o'zingni kasallab, yurt mahalladan xalqning qo'g'lib o'tishi degan bunda cho'ng ahanat, bunda cho'ng musibat bo'lmasligi mumkin. Bu Alloh yaxshi ko'rmaydigan odam etdi bu. Kim bu? Sen. Sen ha. Anıqı 100 lira mükafat ronladı. Demek bu Ayyub aleyhisselam ana şundaq musibatga uchurganligi Allohning yaxshi ko'rmaganligi mi balla? Yo'q. Yusuf aleyhisselamni o'ylanglar. Quduqqa tashlandi, qul bozoriga apirib setildi, ondan keyin tuhmat qildi, ondan keyin zindonga apirib yotdi. Beshimizga Alloh taolo musibat salmasin. Alloh taoladan afiyat, xotirjamlik so'raymiz. Ammo bir musibat kelgan vaqtida uni to'g'ri o'qishimiz lozim. Payg'ambarimiz Muhammad aleyhisselam nima dedi? Innalloha iza ahabba abdan ibtalahu. Alloh agar bir bandani yaxshi ko'rsa, uni imtihon qiladi deydi. Nima uchun? Liyasma'a tadarruahu. Uning nolalarini, kichik qilgan duolarini, yolvurishlarini anglash uchun deydi. Hozir qaysimizni kichik qilib duo qilib baqdik Alloh taolaga. Ko'pinchimiz bundan uzoqlashib ketdik. Allah saqlasin. Agar beshimizga shunda bir kulpat tushsa, darhol kichik qilib yig'laymiz Alloh taolo. Bir kasal tegsa, darhol Allohga yig'laymiz. Shunga saq vaqtimi buningki qadrini bilishimiz lozim. Ya'ni Alloh bugungi Quddus degan ismi bilan, ey bandalarim, Alloh pak. Sizlarga musibat kelib qolgan vaqtda Allohni xato o'ylab qolgan, xato gumon qilib qolgan bo'lsanglar, sizlarning ana shu gumoninglardan Alloh pak deydi. Ondan boshqa bugungi yoshlar mubtalo bo'layotgan, yoshlar o'ylayotgan bir ish bor. Allohga qarta. Amaliyat o'zi Allohga qarta emas deb o'ylaydi, amaliyat Allohga qarta. O qaysi desanglar, rizqidan ensirash, kelgusidan qo'rqish, faqirchilikdan qo'rqish. Alloh taolo Qur'on Karimda: "Va ma min dabbatin fil ardi illa alallohi rizquha." Zaminda o'malayotgan jonivor har qanday bir narsaning rizqi Allohga. Yani Allah mening ustimda dedi. Biz tirishimiz kerak. Lekin kelgusim qanday bo'lar? Piqirlab qolaman bu deb qo'rqqan vaqtimizda bunda ikki xil ahvol yuz beradi. Birisi pul tepish, rizq tepish yo'lida halol haromni ayirmaydigan bo'lib ketamiz. Piqirchilikdan qo'rqqandan keyin yana birisi pul topsanglarmi, bexil pul topsizlar. Shunga kelgusidan ensirtish, piqirchilikdan qo'rqitish bu shaytonningki hilisi. Alloh taolo Qur'on Karimda "Ash-shaytonu ya'idukumul faqra." Shayton sizlarni piqirchilik bilan qo'rqitdi deydi. Ey yoshlar, piqirchilik bilan qo'rqitdi. Telefonlarda ko'rgan baylardek, mashhur baylardek yashashni o'ylaysizlar. Ammo piqirchilikdan qo'rqib, halol haram bo'lamdi, eng tiz yo'lni izlaysizlar. Alloh haramga diqqat qilmaysizlar. Puldan tepishni o'ylaysizlar. Amaliyotda haram yo'lga bossanglarmi, yana shu chekanligiga pukilganini topsizlar. Halol yo'ldan mangsanglarmi, yana shu chekanligiga pukilganini topsizlar. Har bir odam tirishi lozim, ammo tirish orqali o'zimizga pukilganini olamiz. Shunga hirs, ya'ni ochko'zlikdan saqlashimiz lozim. Shundaqla kelgusimizdan qo'rqib, boshqalarning haqqini yevildigan, bunday yo'lga kirib qolishdan qattiq saqlashimiz lozim. Boshqalarning haqqini yevilib pul topganda haq qilasizlar, lekin oxiri yana Alloh taolo sizlarni vayron qilib o'tadi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom bunda degan: "Law anna ibn Adam haraba min rizqihi." Agar odam balasi rizqidan ulandan qochganda qassa, yo'q men pul topmasam bo'ladi deb mushunda qassa, la adrakahu rizquhu kama yudrikuhu al-maut. O'lim uni qanda topgan bo'lsa, rizqini uni shunda topadi deydi. O'limdan qochib qutulganda bo'lmaydi. Rizq qildim qochib qutulolmaysizlar. Chuqum Alloh taolo sizlarga rizq beradi. Pul tepish qiyinlashib ketdi degan bir muhit yashayapmiz hozir. Esingizda bo'lsin, pul tepish qiyinlashmaydi. Alloh taolo ma'lum muddat birisiga bersa, yana ma'lum muddat yana bir odamga beradi. Masalan, vatanda bizga berib turdi Alloh taolo, menda biroz qiyinlashdi. Pul bir yerdan yana bir odamning qo'liga yurishib ketdi. Biz to'g'ri yo'lda mansak, to'g'ri vosita bilan tirsak, yana Alloh taolo bizga rizqni beradi. Ammo rizqim boshqa ketib qolarmi deb bu xil andishaga tushsak, bay degandek boshqalarning haqqini yeb oladigan bu xil yo'llarga kirib qolamiz. Rizqdan ansirashdan iborat bu yomon gumondan saqlanish lozim. Rizqdan ansirash
işim degenge bilamsizlar? Allah bizni yaratdı, kar soğmaydı degan gap. Nauzubillah. Yana bir yomon gumonlarning birisi. Masalan, yoshlar hozir telefonda har xil pul tepish usullari chiqdi. Ba'zi cho'nglarni tijorat qilyapti o masalan. Bir tijorat qildi, uning ichida bir harom ishdan birisi bor. Qarindishim, "Men ishni qilmang. Men ishda harom ish bor ekan" desa, "A pul tepayotgan bo'lgandan keyin bu ishni qilmasam men jon boqolmayman. Yoki bu ishni qilmasam men pul topolmayman" deydi. Amaliyotda bu Alloh qilingan eng cho'ng yomon gumonning birisi. Azaq yishib baqila buni. Men ma ishimdagi haromni tashlab etsam, bu ishim oqmaydi degan gap. Ma ish haromkan deb Alloh uchun uni tashlab etsam, Alloh mening rizqimni bermaydi degan gap. Sizlar Allah uchun emas, bir odam uchun bir ish qilsanglar, u odamning sizlarga yordam qilish imkoniyati bor turib, yordam qilmay qolama bir odam, cho'qim yordam qiladi. Meni deb bundaq qildi deb. Tun xazinning ochqusi bo'lgan Alloh taoloda insondagi shafqat nimaga hisob? Biz Allohning deb bir narsani tashlasak, Allohning deb bir narsani voz kechsak, Alloh bizni rizqsiz qo'yama? Hasha, har kun rizqsiz qo'ymaydi. Balki u qilgan ishimizda Alloh taolo bizga pul bermasa, boshqa yo'llar orqali berishi mumkin. Alloh uchun tashlagan narsaningki chuqum o'rni quloqlanadi. Shuning uchun qilgan ishimizda Alloh cheklagan ish bor deyilsa, darhol to'xtatishimiz lozim. U bir bizga kelgan bir imtihon. Qarasak pul kiryotgan, uni tashlasak ish oqmaydigandek bo'lib qolsa, imtihon ketdimi? Razzaq bo'lgan Alloh bor deb o'zimizning gumonimizni to'g'rilash kerak. Al-Quddus Alloh. Alloh sening men jinimni boqolmayman degan bu gumonidan Alloh pak deydi. Demak, Alloh mushu va undan boshqa bizning xiyolimiz kelgan Alloh qarta bütün gumonlarimizdan pak Alloh taolo. Endi Allohning bu Al-Quddus ismidan qanday axloqlanamiz? Alloh poklikning manbasi ekan. Unda bo'lsa, bizmi pak bo'lamiz. Birinchidan ma'naviyatimizni pak tutamiz. Ya'ni ruhiyatimizni pak tutamiz. Bu ruhiyatni pak tutish ikki xil ish bilan bo'ladi. Birinchisi ko'zimizni haromdan saqlash bilan bo'ladi. Ma ko'zimiz balla yuragimizga, ruhiyatimizga eg'izga echilgan bir dariza bu. Mushu ko'zimizdan kirgan narsaning hammasi bizning qalbimizni ya oqatadi, ya qaritadi. Odatda yegan narsalarimiz bizning badanimizga ta'sir qiladi. Eg'izimizdan kirgan narsalar, masalan, foyda qilgan narsalarni yaxshilab qolasizlar, ziyon qilgan narsalarni yesanglar kasallab qolasizlar. Dal shunga o'xshash ma ko'z, ma yuragimizning, ma'naviyatimizningki uzoqlik kiradigan yeri. Ma ko'zimizni haromdan saqlasak, ruhiyatimiz sog'lom, ma'naviyatimiz kuchli bo'ladi. Ko'zimizga haromni sulusak, xuddi badanimizga ziyonli narsa yeganga o'xshash ma'naviyatimiz chiriydi. Ma'naviyatimiz kirlashgan vaqtida namoz og'ir keladi, rost gap qilishdan yomon gap qilish xo'sh yoqadi. Butun yomon ishlar taraf qarabmamiz biz. Ma'naviyatimizni pak tutish ikkinchi ish nimaga qarashlik desanglar, bay deganda qalbimizning pak bo'lishiga bog'liq. Qalbimizning pak bo'lishi nimaga bog'liq? Tilimizning, og'zimizning pak bo'lishiga bog'liq. Tilimiz g'ayvat, shikoyatdan pak bo'lsa, bizning qalbimiz pak bo'ladi. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbu. Bir bandaning iymoni, uning qalbi rus bo'lmay turib, iymoni rus bo'lmaydi. Uning qalbi, uning tili rus bo'lmay turib, rus bo'lmaydi deydi. Tilimiz g'ayvat, suxanchilik, bütün harom so'z, shahvat, mushundaq so'zlardan pak bo'lsa, bizning qalbimiz pak bo'ladi. Qalbimiz pak bo'lgan vaqtda iymonimiz rus sağlam bo'ladi. Ondan başqa biz ibodatimizni pak tutamiz. Hammamiz namoz o'qiymiz, yaxshilik qilamiz. Mush ibodatlarimizni riyodan, shirkdan pak tutishimiz lozim. Ondan keyin tijoratimizni pak tutamiz. Tijoratimizni shubihidan, haromdan pak tutamiz. Mushunday qilgan vaqtimizda ondan keyin biz Allohning Quddus ismi bilan axloqlangan bo'lamiz. Ondan başqa aqlimizni pokiz tutamiz. Aqlimizni pokiz tutishimiz uchun o'qiydigan kitoblarimiz, ko'radigan kinolarimiz, leksiyalarimizning hammasi pokiz bo'lishi lozim. O'qiydigan kitobmi agar pokiz bo'lmasa, zahar kitob o'qisin, aqlimizni bulg'aydi. Ondan başqa kiyimimizni, jismimizni pak tutishmi? Quddus ismini axloqlanishning bir parchasi. Bir musulmon bilan suhbatimiz bilan kiyimimizni pak tutishimiz lozim, jismimizni pak tutishimiz lozim. Chunki Alloh taolo innalloha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Alloh pak, faqat paklanam qabul qiladi deydi. Allohning Al-Quddus ismi bilan axloqlangan vaqtda bizda qanday o'zgarish bo'ldi desanglar, bizda isyon tuyg'usi bo'lmaydi. Nurg'un yoshlarning qaqshig'anligini ko'ramiz. Kelgan qiyinchiliklardan bir dars, bir hikmat chiqarmay, uning qarta qaqshash psixikasi bo'lganligini, qaydash psixikasi bo'lganligini ko'ramiz. Biz Allohning Quddus degan ismini yaxshi tushungan vaqtimizda bizdagi bu yomonlash, bu qaydash psixikasidan qutulamiz. Qaydash psixikasidan, ya'ni shu yomonlash psixikasidan qutulgan vaqtimizda biz ish siqilish, shukrlik degan bu shu ruhiy kasalliklardan saqlana olamiz. Ondan boshqa bay degandek biz amalimizni, tijoratimizni, hamma narsamizni pak tutgan vaqtimizda amallarimiz qabul bo'ladi, duoyimiz ijobat bo'ladi. Alloh taolo hammamizni mana shu Quddus ismi bilan axloqlanqili va uning ta'sirini o'zimizga ko'rsatgan nasib bo'lsin Alloh subhanahu va taolo. Bu Quddus ismini o'zimizga o'zlashtirgan nasib bo'lsin Alloh subhanahu va taolo. Va axiru da'vana anil hamdulillahi robbil alamin.